Assalomu alaykum, hurmatli Sanitariya.uz YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan Alsep dezinfeksiyalovchi va antiseptik vazifasini bajaruvchi vosita haqida gaplashamiz. Bundan oldin esa kanalimizga obuna bo'lishni, like bosishni va bu videoni kerak deb bilgan do'stlaringizga yuborib qo'yishingizni so'rayman. Ana endi bo'lmasa vositamiz haqida gaplashamiz. Alsep vositasi tarkibida 70% spirt va boshqa qo'shimcha dezinfeksiyalovchi komponentlarni saqlaydi. 750 ml bu vositamiz ikkitasi birda bo'lib, ya'ni ham qo'l uchun antiseptik, ham yuzalarni dezinfeksiyalovchi vosita hisoblanadi. Saqlash muddati 5 yil. Vositamiz qo'llash uchun tayyor holda. Alsep vositasini tibbiyotda, go'zallik salonlarida, maktab, bog'cha, sport zali, kafe va restoranlarda yuzalarni va insonlarning qo'llarini dezinfeksiya qilishda qo'llash mumkin. Alsep vositasi O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ro'yxatga olingan va muvofiqlik sertifikatiga ega. Alsep tarkibida etil spirti, ichimlik spirti hisoblanib, chet davlatlardan kirib kelayotgan tarkibida izopropil, sintetik spirtli vositalardan farq qiladi. Vositamizni stomatologiyada stomatologik kreslolarni, nakonechniklarni dezinfeksiya qilishda, go'zallik salonlarida mijozlar qo'llarini dezinfeksiya qilishda, sport zallarida sport anjomlarini dezinfeksiya qilishda, kafe va restoranlarda stol ustini va yuzalarni dezinfeksiya qilishda qo'llash mumkin. Alsep vositasi Sog'liqni saqlash vazirligi bilan kelishilgan va tasdiqlangan uslubiy qo'llanmaga ega. Vosita toksikologik jihatdan 4-kam xavfli sinfga mansub. Alsep vositasi nafaqat muvofiqlik sertifikati, balki rasmiy gigiyenik xulosaga ega. Bugungi kunda bu vositani ko'plab tibbiyot muassasalarida ishlatib kelishmoqda. Bu vosita haqida savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Yana shunaqangi foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling. Bu videomizni manfaatli bo'lishi uchun do'stlaringizga jo'natib qo'ying va like bosishni unutmang. Yana qanaqangi videolar tayyorlashimizni xohlaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Salomat bo'ling.